Hop, hammaga salom, yaxshimisizlar do'stlar, tinchmisizlar? Hozir shunday kanalga tashlab olaman. Ya'ni efirga mabodo ulgurganlar bemalol efir o'ziga kirib ko'rish maqsadida bemalol ko'rib olishsin demoqchiman. Agar ulgurmaganlarga unaqa raznica yo'q. Hozir 1 daqiqa. Borliging baxt olsan men uchun. Seni sog'insam tunukun qanida baxtim yana ko'rsaydi. Uzoq kutyoga hammaga salom, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Xo'p, hurmatli bo'lajak, ya'ni treyderlar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Nima gap, nima so'z? O'shani to'g'ri ko'pchilik kutib qoldi ancha. Endi xudo xolasa, endi kutganga yarasha sabratdagi sariq oltin deydi, mana shunaqa pribilini ko'ramiz endi nasib bo'lsa, xudo xolasa. Mana bejizga kutmadinglar deydi, shunaqa narsa bo'ladi xudo xolasa. Nasib. Xo'p, men buni yarkiroq qilaymi, чтобы sizlarga udobniroq bo'lsin bosganki. Xo'p. Bugun darsda gaplashadigan narsamiz o'tgan safar SMC haqida gaplashdik. O'sha polni yana bitta har darsimizda bilsanglar agar pavtordan, ya'ni USB tipa как tekshirish maqsadida boshlaymiz. Xo'p, o'sha pavtorlarni ko'rsatib bermoqchiman sizlarga birinchi o'chirtda, ya'ni mabodo o'tgan dars tushunmay qolgan narsalar bo'lsa, yo umuman tushunish qiyin bo'lgan narsalar bo'lsa, o'shalar haqida informatsiya sifatida hozir tipa kichkina, ya'ni qisqacha pavtor qilamiz. Xo'p, biz tushunishimiz bo'yicha, biz o'rgangan narsalar bo'yicha, ya'ni bozorda ishlashimiz, qanaqa foyda topishimiz, ularni endi bilib bo'ldik. Yani o'rganib tushunib bo'ldik. Endi biz hozir davomi, ya'ni 10-darsga keladigan bo'lsak, imенно trade sohasi bo'yicha, ya'ni savdo sohasi bo'yicha gaplashamiz. Bu yerda главный narsa hozirgi imенно hozir o'tirgan narsa psixologiya bo'ladi va o'tgan darsda oldin bitta takrorlab olgan holatda yana nimalar qilish va balansga nisbatan qanaqa ishlash hisob-kitob hamma narsasini sekin-sekin o'rtada ko'rsatib beraman. Xo'p, bo'lmasa boshlaymiz. O'tgan safar SMC haqida, ya'ni qisqacharoq, ya'ni iloji boricha tezroq tushuncha berib o'tdim sizlarga. Ya'ni biz qanaqadir patternlarni o'tmadikda, ya'ni chizib o'tirmadikda, asosan SMC haqida ma'lumot o'rganib ola qoldik. Xo'p, SMC da bizda struktura bo'yicha ishlarkanmiz. Например, iloji boricha katta time frame da, misol trend yo'nalishi bo'yicha, ya'ni trendga sherik bo'lgan holatda trend yo'nalishi bo'yicha ishlarkanmiz. Kichkina time frame da esa mabodoga, mana qaranglar, bu H4 time frame da, mana H4 misol, H4 time frame. Biza misol H1 yoki nimadirda, mayli H1 deylik, H1 time frame da ishlayapmiz. H1 time frame da bunaqa biza uptrend ko'rayotgan bo'lsak, например, H1 time frame da ko'rayotgan bo'lsa bizga mana shu yolg'ondan bu yerda H4dagi откатini H1dagi uptrendga o'zgarish sifatida ko'rmaslik uchun asosiy uровень hajmlariga qarab ishlashimiz kerak ekan. Asosiy uровеньlar hajmiga qarab qanaqa ishlanadi, hozir sizlarga tushuntirib aytib o'tib ketaman. Ya'ni bozorda ishlayotganinglarda psixologiya mavzusini o'tayotganimda ham hozir podrobni tushuntiraman. Bozorda ishlayotganinglarda iloji boricha sizlar mana bu kichkina narsalarga emas, bozor o'zi juda ham sodda narsa. Bozor sodda narsa, qanaqa sodda narsa demoqchiman. Hozirgi kunga kelib, imенно kecha, bugun, o'tgan kun, imенно mana shu oy bozor nerealniy juda tez, juda aniq, juda tiniq yurib tashlayapti. Xohlagan joyga yuryapti. Ya'ni har bitta prosta kalla tashlashini o'zi yoki bundoq uchib ketishini o'zi kamida 100 pips, 200 pips, eng minimum 100 pips tashkil qilyapti. Bu narsa nimaga asoslanib bunaqa bo'lyapti? Hozir sizlarga tushuntirib o'tib ketaman. Xo'p, qaranglar. Mana misol tariqasida ko'rsataman hozir sizlarga. Shuni bir minut bitrate to'g'ri olsam. 200 bitrate. Komandani. Xo'p, bitta tushuntirib o'tib ketsam, qaranglar. Bozorda основной bizda mana bu narsa bo'yicha ishlashimiz kerak-da. Ya'ni konsolidatsiya bo'lib qoladi-ku, narx bitta joyda konsolidatsiya bo'lib qoladi-ku, o'sha narsa bo'yicha ishlashimiz kerak. Treyderlar mana shu joydan pul ishlab chiqib ketish kerak. Aytishinglar mumkin, sen tupoymisan, mana bu yerda down trendga o'tgan bo'lsa, trend yo'nalishi bo'yicha sell ishlashing kerak. Up trendga o'tgan bo'lsa, trend yo'nalishi bo'yicha buy ishlashing kerak deyishinglar mumkin. Ha, bu tupoylikka kirgan taqdirda ham, hozirgi holatda imенно bozor yo u yoqqa, ya'ni yo tepaga, yo pastga juda ham tez yurib berayotgan hisobiga
iloji boricha biza mana bu rangelarda ishlagan, o'rtada konsolidatsiya, flat, sideways qilgan holatlarda juda ham ko'p ishlab olishimiz kerak. Bu ya'ni qanaqa tarzda bo'lishini hozir bozor o'zidan bitta tekshirib ko'ramiz. Xo'p, ya'ni nima demoqchiman men? Biza iloji boricha time frame kattaroq ishlashni tushuntirib o'tib ketdim sizlarga va nimaga aynan biza time frame kattaroq ishlashimiz kerak. Hozir shu haqida ham sizlarga ma'lumot beraman. Ekran qop qoramancha ideal ko'rinadi. Qaranglar, nimaga time frame kattaroq qilib ishlashimiz kerak? Nimaga? Hozir qaranglar. Bizada ko'pchilik aytayapti, iloji boricha hozirgi holatida oltinni tushuntirib beraman. Ana undan keyin, ya'ni boshqa paraga o'tamiz. Ya'ni mana bu paraga o'tamiz. Hozir oltinda bitta tushuncha berib o'taman sizlarga. Kattaroq time frame da ishlaymiz deyotganim, ya'ni iloji boricha biza mana bu uchidan kirib olib, qaranglar, ko'rsataman sizlarga. Mana bu uchidan kirib olib, aniq chiqish nuqtamizni aniqlamagungacha bozorda savdoda o'tirishni o'rganishimiz kerak. Biza razgon pax pulni hammasini tiqib tashlab yuvib qolish emas. Biza uzoq muddat o'sha savdolarni bitta joyda ushlab o'tirishni o'rganishimiz kerak. Bu narsa ya'ni qanaqa bo'ladi? Endi bu narsa psixologiyaga mo'ljallangan narsa bo'ladi. Ya'ni qanaqa? Hozir ko'rsatib beraman. Bizada hammani mana odamlarning мненияsi mana bunaqa narsa bo'ladi. Qaranglar. Например, savol sizlarga o'tib mana hozir o'pshiga savol chatga mana chat ko'rib o'tirishdi. Adashmasam necha kishi ko'ryapti? 48-50 kishi ko'rib o'tirgan ekan hozir, chunki ertalabdan endi uncha odam kirmaydi. Xo'p, $1000 depozitinglar bor. Chat mana ko'rayotgan bo'lsanglar. $1000 depozitinglar bor. Kunlik sizlarni riskinglar 5%, foydanglar 10%, ya'ni 1 ga 2 tarzda yoki 1 ga 3 tarzda deylik, 15% deylik. Ya'ni kunlik ishlayotgan savdoyinglar deylik. Например, endi bu taxminiy aytilayotgan narsa. Tag'in aytishinglar mumkin, kuniga 15% tupoymisan deyishinglar mumkin. Bu prosta hozir taxminiy, bu narsalarga odamlarga nimadir tushuncha miyasiga tezroq kirish uchun shu protsentlarda aytayapman. Ato aytsam bo'ladi, 5%, 3% desam bo'ladi. Prosta 3%, 5% hisoblash qiyinchiq ham. 15, 10 ni, ya'ni yirik sonlarni hisoblash oson bo'lgan hisobiga. Tasavvur qilinglar, sizlarning riskinglar bir kunlik 5%, ya'ni minus ubitkada chiqsa, pribylinglar 10%. 15% deylik, maylimi. Xo'p, qaranglar. Bir kun mana bugun savdo qildik, bizda pribylli chiqdi, ya'ni bizda balans qancha bo'ladi $1000 ga? 15%. $150 bo'ladi, $50 da, to'g'ri mana. $1150 bo'ladi, to'g'rimi? $1150 bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p, ana endi qaranglar. Xuddi shu tarzda 10 kun davomida savdo qildinglar. 10 kun davomida savdo qildinglar. 10 kun ichida kunlik 15% pribyl balansga nisbatan, gapimni esinglardan chiqarmanglar, balansga nisbatan kunlik 15% pribyl oladigan bo'lsak, 10 kun davomida faqatgina take profit, ya'ni foyda bilan chiqqanimizda balansimiz necha pul bo'ladi? Qani menga aniq hisoblab beringlarchi. kun davomida endi 15% kunlik protsent, ya'ni qo'shilib ketadi. 10 kun davomida ishladik. Necha pul bo'ladi balans? Balans nechiga teng bo'ladi? O'shani menga aniq aytib beringlar. $1500 foyda bo'ladi, balans 2500 teng bor, 2500. Xo'p, mana shu joyda imенно hammani xatosini tushuntirib beraman. Bizada 10 kun davomida balansga nisbatan faqatgina pribyl bo'lib, 15% dan pribyl bo'ladigan bo'lsa, mana boya hisoblab ko'rdim. $3517 bo'lar ekan. Aytishinglar mumkin, kuniga 15% dan 10 ga ko'paytirsa, endi sizlar $150, $1000 balansga $150, $2500 bo'ladi. To'poymiz-a deyishinglar mumkin. Mana shu joyda hammani psixikasi, miyasi уже bo'ldi, charchagan bo'ladi. Mana shu narsa ko'pchilikni ubitkaga, ya'ni minusga olib keladi. O'rtoqlar, sizlar ishlayotgan balansga nisbatan 15% ni boshida bekor etmadim. Sababini aytaman. Endi faqatgina foyda bo'lsa-la deb turibman. 10 kun davomida 15% dan. Qaranglar, bugun например, foydada chiqdi, balansimizda $1150. Например, $1000 15%, $1150. Bu birinchi kun. Ikkinchi kun xuddi shu narsa $1150 ga nisbatan 15% hisoblanadi. Tushundinglarmi? Mana hozir hisoblab beraman. 1115 ga 15%.
1000 ertasi kun, ya'ni ikkinchi kun ham foyda bo'lsa, balans 1322 dollar 50 sent bo'ladi. Uni ertasi kuni yana balansga nisbatan 15%, ya'ni 1322 dollarga nisbatan 15% ishlanadi. Ana o'shani hisobiga shunaqa ishlaymiz. Ya'ni biz ko'pchilik mana bunaqa holatida, ya'ni 10 ta hisoblab, 10 ta ishlab minus qilib qo'yadi. Mana bu holatda ishlashimiz kerak. Ya'ni balansga nisbatan qo'ygan riskimizni procentga urishimiz kerak. Ya'ni nima demoqchiman? Ya'ni bugun savdo qilyapsizlar, общий hisobingizda, misol sizlarda riskinglar 5% yoki 10%, o'sha risklarni olasizlar. Pribellarni olasizlar. Pribel bo'ldimi? Bo'ldi. Именно yana o'sha balans, mana pribel bo'ldi 1150, balans o'z holicha qoladi. Потом balansga yana 15% ishlaganingizdan keyin yana balans yana mana bunaqa ko'rinishda o'sishni boshlaydi. Mana bu yerda misol 1150 dan misol 2 marta ishlasanglar 1300 emasda 1322 dollar bo'ladi balans. Ya'ni mana shu 2.22 mana shu narsalar ham protsentga hisoblab ketaversa, ya'ni 10 kun davomida juda katta rol o'ynab beradi bizga. O'shani riskini esingizdan chiqarmanglar. Topilgan foydani, hop, hammasini hozir bir daqiqa nimadir deb yozdilar, o'qib olmay qoldim. Topilgan foydaga nisbatan 15% ishlashimiz kerak-da. Ko'pchilik shu narsani tushunmadi. Bok, netni ham o'rgating. Necha soat analiz qilasiz? Xo'p, o'sha narsani hozir men chatga yana anqayib o'tirishni xohlamayman. Nimaga desanglar, imенно savol berganimda chat bo'yicha gaplashsak, chunki juda ko'p videolarimni ko'rdim, chatga juda ham ko'p anqayib qolgan ekanman. Dars вообще bittada bo'linib qolgan. Imенно diqqat bilan eshitayotgan odamlar o'sha diqqati tap etib bo'linib ketib qoldi. O'shaning hisobiga ko'pchilik tushunmay qolyapti darslarimni. Xo'p, ana endi bir boshdan yana ko'rishni boshlaymiz, bolalar. Ya'ni aytmoqchiman, psixologiyani to'g'rilayotganda iloji boricha biz nima qilishimiz kerak ekan, hozir ko'rsatib tushuntirib beraman. Iloji boricha psixologiyani to'g'rilayotganda, hozir bir daqiqa. Bo'ldi, o'chirdim. Xo'p, psixologiyani to'g'rilayotganda bizda iloji boricha bolalar ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan narsa balansga nisbatan ishlanayotgan narsani, ya'ni pribelni biza 100 dollar bugun ishlayman, kuniga 40 dollar ishlayman, kuniga 50 dollar ishlayman yoki misol tradingga kirib kelayotganlar, qanaqa soha bu deyshadi. Desa, men bunaqa savdo qilasam, bunaqa pribelga chiqsam, bunaqa zararga tushsam desa nima deydi? Kuniga 50-60 dollar ishlasa bo'ladimi deyshadi. Yo'q, bu yerda kuniga 50-60 dollar ishlanmaydi. Boshida, ya'ni dars bo'yicha tushuntirganim bo'yicha mana bu holatda ishlaniladi bu yerda. Ya'ni nima demoqchiman? Bizani o'zimizni olayotgan oylik, ya'ni bu yerdan qilmoqchi bo'lgan daromadimizga bunga kiritmoqchi bo'lgan investitsiyamizga, ya'ni depozitimizga nisbatan qanaqa ishlash bo'yicha sxema tuzib olishimiz kerak o'zimizga. Именно o'sha sxemani xossiligi men tuzishni osonroq usulda, aniqroq usulda tushuntiraman. Ya'ni sxema tuzayotganda birinchi o'chirda esimizdan chiqarmaymiz, ya'ni nima qilib olishimiz kerak? Bizda depozitni hisoblab olishimiz kerak. Endi hammada 1000 dollar, 2000 dollar depozit yo'q. Uni eplasa bo'ladigan balansdan boshlaymiz. 100 dollar, menimcha 50% dan yuqori odam 100 dollardan depozit qilib epla oladi. Misol oyga savdo qila oladi. Biza xuddi shu narsani sizlarga maslahat berardim. Iloji boricha sentavoy, ya'ni sent shot qilib olishchi. Ya'ni sent shot nima qilib beradi? Xuddi yoniga 2 ta nol qo'shib beradi. Ya'ni tipa balansi 10.000 dollar emas-da, 10.000 US C turadi, ya'ni sent turadi. Nimaga bu narsa bizga qanaqasi yordam beradi deyishinglar mumkin. 100 dollarni 10.000 dollar qilishdan ko'ra 10.000 sentni 1 million sent qilish, 10.000 sent qilish juda ham oson. Ana o'shani hisobiga iloji boricha sentavoy shotda ishlashimiz kerak va o'sha shotimizni qismga bo'lib olishimiz kerak. Ya'ni 10 ta qismga bo'lamiz. Например, bizda 10.000 sentimiz bor, mana 1000 dollardan 10 ta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya'ni 10 ta qismga bo'lib olishimiz kerak. Именно mana shu 10.000 sent, ya'ni sentavoy balansimizni sent qilish ham hozir o'rgataman. 10.000 qismga 10 ta qismga bo'lib olishimiz kerak. Ya'ni biz savdo sxemamizni ham shunaqa qilib olishimiz kerak. Va har bitta qilayotgan savdoga mana shu 1000 sentdan risk qilib olishimiz kerak. Ya'ni nima demoqchiman? Yoki xohlasanglar buni yana 100 ga bo'linglar, ya'ni 10 ga bo'linglar. Ya'ni общий 100 dan 1000 ta bo'lsin, farqi yo'q. Ya'ni har bitta qilayotgan savdolarga bittadan keyin risk qilsanglar bo'ladi. Например, bugun ikkita savdo joyimizga keldi. Например, misol Goldga buyga kiramiz. Mana bu buy kirasizlar, stop lossinglarni kattaroq qo'yish ehtimolinglar bor va lotinglarni kattaroq ochish ehtimoli bor. Например, bu yerda bir lot ochdik, 100 pipsga cho'chimasdan stop loss qo'yib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni bizda 1000 dollar zararida chiqadi. Hozir bir daqiqa.
Xo'p. Qaranglar. Ya'ni nima demoqchiman? Mana shu joyda bizda bir lot ochadigan bo'lsak, biza 100 pipsga cho'chimasdan stop loss qo'ya olamiz. Ya'ni cho'chimasdan bemalol ishlasak bo'ladi degan ma'noda aytayapman. XMdan $30 oldidan. Xo'p. Qaranglar, 100 pips stop loss qo'ysak bo'ladi va take profitimizni xohlagan joyimizga ushlab tursak bo'ladi va biza xo'p bu yerda nimani to'g'irlab olamiz? Birinchi o'chirda xohlagan lotimizni ochamiz. Ya'ni yirik lotlar juda ko'pchilikni ko'rganman, juda ko'pchilikni bilaman. Ya'ni $100 balansni o'zini tashlab olishadi, mana shunga bir lot tapeta ochib qo'yishadi. Mana shu narsa sizni slivga olib keladi. Raz bir lot ochgingiz kelayotgan bo'lsa, sizlarga ham mana miyani psixologiyani buzib tashlamaydi-da. Mana bir lotdan mana sentoviy shot qilib bir lot bilan tapeta ochib qo'ysangiz, mana foydaga o'tadi. Mana shu foyda ham o'zi sizlarni ancha ishlash sxemalarni tarbiyalab boradi. Ya'ni ancha tushunarliroq bu boradi bu narsa sizlarga. Keyingi safar misol mana shu joyda xato qilaman. Mana shunaqa treytdan misol biz 10 ta bozorda qilishimiz kerak. Например, hozir misol tariqasida ko'rsatib beraman sizlarga. Mana misol savdo qilamiz, o'rgatilgan sxema bo'yicha savdo qilishni tushuntirib beraman. Mana misol o'rgatilgan sxema bo'yicha deganda nima? Mana bozorga o't, mana orqaga qaytaramiz, mana sizlarga o'tilgan mavzu, o'tilgan dars bo'yicha tushuntirib beraman. Mana misol yaqinlashtiramiz bozorni. Xo'p, o'tilgan narsa bizda nima bor? Maksimum minimum bor va maksimum minimum ichida o'zida maksimum minimum hosil qilib berdi. Ya'ni 1 soatlik time frame uchun. Xo'p, bu yoqda mana bizning maksimumimiz bor, bu yoqda minimumimiz bor, ya'ni 1 soatlik time frame uchun. Biz qaysi biridir buzishni kutamiz, bo't mana. Kuzatamiz. Qaranglar. Bo't maksimumni buzdi. Buzganidan keyin o'sha boya sizlarga birinchimi, nechinchidir darsda adashmasam strategiya o'rgatdim. Ya'ni u strategiya nimadan iborat edi? Bizda mana bu nuqtalarni bozordan yoqib olishimiz kerak edi. 236 0.236 va 786. Imminni mana shu nuqtalardan bozorga kirishni boshlardik. Ya'ni qanaqa kirardik? Mana strategiya bo'yicha ishlashni tushuntiryapman sizlarga. O'zingizlarga mana misol 100% uveriman, 1000% uveriman. Agar xuddi shu narsa bo'yicha, xuddi aytganimdek sentovoy ishlasanglar, to'g'ri vaqtdan ancha yutqizib qo'yishinglar mumkin. No, по-любому bir oyda o'sha summani topasizlar, kallanglarni ishlatinglar. 3 million, 4 million, 5 million, 10 million oylikni olasizlar. Xuddi shu narsa bo'yicha, например, depozitinglarga nisbatan birga bir ishlab olsanglar bo'ladi. Xuddi shu sxema, xuddi shu formulani ishlatib, bir oy ichida depozitinglarga nisbatan birga bir ishlasanglar bo'ladi. 1000% uveraman. Xohlagan treyderlarni olib kelinglar. Men 1000% uveraman. Qanaqa faqat to'g'ri ishlashni bilishimiz kerak. Ya'ni mana bu nuqta, ikkita nuqtadan buy kiradi. Mana bittasidan buy kirdik, ikkinchisidan buy kirdik. Biz bu yoqda aktiv buyimiz bor, bu yoqda hali aktiv buyimiz yo'q. Mana qaranglar. Stop qilaman. Qaranglar. Mana bu yerda aktiv buyimiz bor bizda. Mana bu aktiv buyimiz bor. Take profit'i qatta deyishinglar mumkin. Stop loss'ini bu yerga qo'yaman. Take profit'i mana o'zida bo'ladi. Mana hamga qo'yamiz. Endi aytishinglar mumkin, to'g'miya, stop loss'i naborot teskari bo'lib ketyapti, katta bo'lib ketyapti deyishinglar mumkin. Ko'p holatda mana bu yurgani stop loss'ni olmaydi. Chunki bizda nimaga stop loss katta? Chunki bizda dagonimiz bor. Ikkinchisini botdan ochamiz. O'shaning hisobiga stop loss sal kattalashyapti. Ato take profit undan ham teparoq tushsa bo'ladi. Ya'ni take profit qatta 1.618 zona bor-ku. 618 zonagacha ushab tursanglar bo'ladi. Take profitni bunaqa cho'zib mana. Ushab tursanglar bo'ladi. Endi u o'zingizlarning xohishingizga qarab, riskingizga qarab ishlaysiz mana. Mana ushab tursanglar bo'ladi. Biz, например, mana bu yerda kirdik. Birga bir bo'lyapti. 1.618 gacha agar ushaydigan bo'lsak, bitta aktiv orderimiz bor. Bir lot ochdik, tasavvur qilinglar. Xo'p, qaranglar, stop. Ikkinchi aktiv orderimiz bor bizda. Ikkinchi aktiv orderimiz bor. Ikkita aktiv order ochamiz ana. Bitta bu yoqda ochdik, bitta bu yoqda ochdik. Ikkalovini ham take profitini bitta joyga qo'yib qo'yaman. Stop loss'ini ham bitta joyga minimumdan sal pastroq qo'yib qo'yaman. Endi bu stop loss olishi ham mumkin. Mumkin emas deyotganim yo'q. No, prosta 10 tadan 10 marta ishlatsanglar, mana shu 2 martadan 10 marta o'pish 20 marta ishlatsanglar, 20 tadan 15 tasi o'xshab beradi-da. Mana kuzatamiz. Mana trend bo'yicha birinchi take profitni oldik biz. Take profitni oldikmi? Ikkita bir lotimiz, mana misol bu bir lotimiz bizda 124 pips yurib berdi. Bu lotimizda bizda 209 pips yurib berdi. Общий hisobda agar hisoblaydigan bo'lsak, 240 pips, 230 pips yurib berdi bizda. Bir lotimizda 230 pipsdan yurib berdi. Сохранить скачать qo'ygani. Iltimos Wi-Fi'da faqat kechqurun ertalab. Xo'p, ya'ni 230 pips yurib berdi bizaga.
qaranglar. Xuddi shu narsa bo'yicha davom etamiz. Mana yana bitta kalla tashadi. Ikkita take profitimiz bor bizda. Xuddi shu bo'yicha ishlaymiz. Mana maksimumdan mana orqagacha H1 time frame'ni tortib olamiz. Bizda bu yerda aktiv orderimiz ikkita bo'lishi kerak. Bittasi bu yerda bo'lishi kerak. Mana kirib bo'ldik. Ikkinchi take profitini bu yerga qo'yamiz. Ikkinchisi bu yerda bo'lishi kerak. Mana stop loss'u aytishinglar mumkin. To'g'ri katta, no birga bir holatda stop loss menimcha juda ham chiroyli stop loss deb o'ylayman men. Mana ikkita aktiv orderimiz bor. Birinchi aktiv orderimiz, ikkinchi aktiv orderimiz. Ikkinchi aktiv orderimizga kelib o'tirmadi. Mana xolasanglar kelganda yaqinlashganda ochaversanglar bo'ladi. Qaranglar, kuzatamiz. Buni o'chirib turaman. Take profitimizni oldi. Ya'ni bizda 3 ta take profitimiz bor o'zi. Xuddi shu tarzda davom etib, mana bu yerda ham agar chizganimizda, mana bu yerda ham o'sha yana bitta take profit olib bo'lgan bo'lardik. 4 ta take profit olib bo'lgan bo'lardik. Xo'p, kuzatamiz. Yana xuddi shu holat qaytarilishini kutamiz. Naprimер, mana yana kalla tashadi, yana chizamiz mana. Oldingi minimumgacha, mana chizayotgan qanaqa chizayotganlarimgacha sekinlashtirib ko'rsatib beraman-da. O'rganib olish unaqa qiyin emas. Prosta ozgina kallani ishlatsanglar bo'ldi. Bu yerda ikkinchi aksiyamiz bu yerda bo'ladi. Take profitlari bitta joyda bo'ladi. Xo'p. Sirazi chiqib ketdi. Qaranglar, sirazi chiqib ketdi. Yana tushyapti. Mana bu yerdan yana bitta chizsak bo'ladimi deyishinglar mumkin. Chizmaymiz. Nimaga? Chunki hali take profit olmadi va yurgandan keyin xohlasanglar save qilib olsanglar ham bo'ladi. Birat shuni ham sell trendda ko'raylik. Bo'ldi, xo'p, sell trendni ham hozir ko'rsatib beraman. Mana take profit oldi. Вот, mana sell trend, mana qarab turing. Hozir orqadan mana полный sell trend kelgan, например. Mana orqadan sell trend kelgan. Hozir mana bu trendni ko'rsatib beraman. Mana bu hozir agar yana sell trend kalla tashlasa, sell trend bo'lgan holatini ko'rsam, sizga ko'rsatib beraman. Sirazi o'ylab o'tirmasa, sirazi ko'rsatib beraman mana. Kattalashtirib oling. Hozir mana davom agar sell ketadigan bo'lsa, sell trend ko'rsatib beraman sizga. Qaranglar, bu take profit olib bo'ldi, olib bo'lganida mana biz mana bunaqa yana chizamiz mana. Bu yerdan bu yoqqacha chizamiz. Biz o'sha 4 ta, 5 ta take profit olib bo'ldik. Mana o'sha 6-chi agar olsa, mana 6-chi take profit. 6 ta take profit ketma-ketlikda qanaqa olishni ham tushuntirib berdim. Mana hozir o'chiraman-da, mana aka so'ragan uchun sell trend, ya'ni pastga ketganida qanaqa ishlaymiz, o'shani bitta ko'rsatib bering dedilar. Xuddi shu holatda, xuddi shu zonadan ko'rsatib beraman. Mana bu yerda ko'rsatib beraman dedim boya. Mana o'sha joyda ko'rsatib beraman. Tip orqaga qaytarib, hech nima kelishib olganim yo'q bozorda. Hech nima nimadir aniqlashtirib olganim yo'q. Sell trendini ko'rsatib beraman. Например, mana bozor kalla tashadi, mana обратно tepaga chiqyapti, yana ketyapti dalishi. Xo'p, mana shu yana dalish ketyaptimi? Mana bu yerdan Mamutgacha olamiz. Bitta bu yerdan sell kiraman. Stop loss oladi, olmaydi emas. Qachonki bozor razvorot bo'lganida. Mana sell kiroman 1618 zona take profit zonam bo'lyapti. Mana take profitni oldi. Take profit bitta olindi. Qarang, olib bo'lganidan keyin o'sha strategiyani yana ishlataman. Qanaqa ishlataman? O'sha take profit olib bo'lgandan keyin undan oldingi minimum mana bu bo'lib qoladi. Va mana bu bo'lib qoladi. Biz endi mana buni olamiz, yoki mana buni olamiz. Unaqa katta raznica yo'q, chunki ikkalovi ham yonma-yon. Qaranglar, mana bu yerda stop lossimiz katta, juda ham katta. No по-любому take profitga bor bergan bu yoqda bizda. Mana stop lossinglar katta deyishinglar mumkin. No take profit ham xuddi shunga nisbatan birga bir aytishinglar mumkin. Birga bir holatda stop loss juda katta, stop lossimizga yaqinlashayotgan holatda bizda dagonoviy rejim bor. Ya'ni qaytadan kirishimiz kerak bo'lgan narsa bor. Xohlasanglar qaytadan kirib olsanglar ham bo'ladi. Mana bu yerda qaranglar, take profit oldi, olgandan keyin o'sha обратно tepaga chiqyapti. Mana bu yerda stop loss olasizlar. Ya'ni обратно tepaga chiqayotganda mana bu yerdan agar mana bunaqa chizadigan bo'lsanglar, mana bu yerdan mana bunaqa chizadigan bo'lsanglar, stop loss olasizlar. Mana bu yerda bitta olasizlar, bu yerda bitta olasizlar. Ya'ni ikkita stop loss. 20 tadan 15 tasi take profit olib beradi, 4 tasi olmaydi. Chunki bozorda ikkita razvorot bor. Tepadan pastga tushuvchi razvorot, pastdan tepaga tushuvchi razvorot. Mana o'sha ikkita holatda stop loss olishinglar mumkin. Qolgan hech qaysi holatda tapeda stop loss bermaydi sizlarga. Faqatgina 1 soatlik time frame'da strukturani mana bunaqa to'g'ri ushlab olsanglar bo'ldi. To'g'ri ushlab olsanglar bo'ldi. Hech nimani kelishib olmagan holatda mana to'g'ri ushlab olsanglar bo'ldi. Mana uptrendga, например, trend ketyapti, mana bunaqasiga to'g'ri chizishni bilsanglar, down trendga xuddi shu narsani teskari machasiga to'g'ri chizishni bilsanglar bo'ldi mana.
teskari machasi tepa oldi, mana ketdi. Mana hamdan ham tepa oldi, mana ketdi. Mana bundan ham mana tepa oldi, mana yana ketdi. 3 ta 4 ta selimiz bor bu yerda. Agar ikkita dagoni hisoblasak 8 ta selimiz bor. Xuddi shu narsani faqat aqlliroq ishlatishni o'rganib olsak bo'ldi bizlar. Xuddi shu narsaga boy o'rgatgan sxema bo'yicha, ya'ni mana $100 balansinglar bor. Imенно o'sha $100 balansinglarni 10 qismga bo'lib olishni tushuntirib berdim. Endi aytishingiz mumkin, biz qanaqa qilib centoviy shot ochamiz deb, mana hozirga centoviy shot ochishni o'rgataman. Extens.com. Extens.com ishlamaydi aytgancha, Extens Market ishlaydi. Xo'p. Qaranglar, centoviy shot ochishni ko'rsataman. 1 minut time frame ishlatib ko'ring, aka. Ishlatib ko'ring. Endi aniq bir nima deya olmayman, ishlatib ko'ring. Daiso Forex. Hozir 1 minutga ekranni o'chirib turaman, bolalar, meni kechiringlar. Chunki o'zingizlar ham bilasizlar, to что ya'ni bu kichkina Extens profilimiz. Hamma strategiyani. Okey, oltin bilan ishlash harom emasmi? Okey, men davolamasman, hozirda bu yerda sizga bu yerda mamnaqa bu harom, bu halol deb men fatvo beradigan, men aqlimga emas, ochig'i. Daiso Forex. Men Telegram kanalida tushuntirib bo'lganman, to что bu narsada qanaqa ishlashimizni to'g'ri yo qanchalik to'g'ri va noto'g'riligini tushuntirganman. Centoviy shot ochish haqida informatsiya beraman hozirlarga. Qaranglar. Centoviy shot ochamiz va qanaqa ochamiz hozir ko'rsatib beraman. Centoviy shot ochishni. Ya'ni yangi akkaunt ochish, ya'ni Extens saytimizga kirib olamiz, yangi akkaunt ochish. Endi hamma ko'ryapti, mana yangi akkaunt ochayotgan, mana bunaqa pro standart yo'q ko'rsatadi. Yana ham oxirroqga o'tsanglar, standart cent degan akkaunt bor, mana kiramiz. Bu narsa nima? $10 depozitinglarni $100 qilib bozorga kirgizib beradi. Даже $1000 qilib, ya'ni $1000 emas, 1000 sent qilib. Yechayotganda mana 2 ta 0 qo'shib beradi, yechayotganda ham 2 ta 0 olib qoladi. Farqi shunda xolos. Ya'ni pul tushirayotganingizda 2 ta 0 qo'shib beradi, pul yechayotganingizda ham 2 ta 0 olib qo'yadi. Misol qaranglar, centoviy shot ochish, mana USC standart cent akkauntga xohlagan nominlarni qo'yasizlar. Cent shot mana misol. Cent shot. Parol qo'yasizlar. Qaranglar, centoviy shotimizni bizda уже tayyor. Mana kirasizlar, mana ID yozasizlar, loginini, parolini yozasizlar. Faqat imенно o'sha narsani yozayotganda, hozir akkaunt informatsiyasi mana Extens MT5, ya'ni server, broker qidiradigan server joyimizga, MetaTrader 5 ta broker qidiradigan server joyimizga Extens MT5 Real 19 deb yozish esimizdan chiqishi kerak emas. Mana qaranglar, hozir ko'rsataman. Mana bu plus bosamiz, mana o'ng taraf tepada plus, mana bu yerga yozishimiz kerak. Extens MT5 mana shu narsani copyright qilib yozishimiz kerak. Mana login, parol. Parol yozganimizdan keyin depozit qilamiz. Например, bunga necha pul dirham farqi yo'q. 2 ta 0 qo'shadi, yechayotganda 2 ta 0 olib qo'yadi. Например, mana depozitni bosamiz, qaranglar, ko'rsatib beradi bu yerda qanaqa qilinishini. Depozitni bosaman, misol tariqasida. Mana misol bank kartamdan depozit qilmoqchiman. Qaranglar. Mana misol $10 tashlamoqchimisizlar? Mana $10 tashlamoqchimisizlar? Mana 1000 sent qilib beradi. Ya'ni 2 ta 0 qo'shib beryapti, ko'rayotgan bo'lsanglar, mana 2 ta 0 qo'shib beryapti. Yechayotganda ham mana 1000 sentni 5000 sent qildinglar. Sizlar уже $50 yechasizlar, ya'ni 2 ta 0 ni olib qo'yadi xolos. Bu narsa bizga, bilay, bam olib qo'yar ekan, nima bor bu narsadan foydalanib desanglar, lotinglarni cho'chimasdan ochsanglar bo'ladi, bemalol qo'rqmasdan savdo qilsanglar ham bo'ladi, xohlagan lotinglarda ham ishlasanglar bo'ladi. Bu narsa sizlarni bemalol katta lotga targ'ib qilish emas, bu narsa bilan odam o'zini tarbiyalasa bo'ladi o'shaning hisobiga. Men ham sent shotda, ya'ni azartim qo'zib ketsa, $10 tashlayman, tipa как $1000 sifatida bozorga kiraman, sentda shuni tap etib xohlaganimcha ishlab boraman. Endi menda imенно o'zimni shunaqa, o'zimni tarbiyalab olishim kerak bo'ladigan narsa bu narsa, o'sha narsa. Kimdadir kattaroq depozit yo'q-da, hammada ham va puli yo'q-da. 150 ming so'm puli bo'lsa, misol $10 qilib tashlaydi, 130 ming so'm, $10 qilib tashlaydi. Shu $10 ni 1000 sent qilib, o'sha 1000 sentni ko'tarib olganlar ham bor. Men o'zimni tanishlarim bor, 5000 sent tashab 5 million sent qilganlar bor. O'z ko'zim bilan ko'rganman, o'zim yechib ham berganman pullarni, hammasini cheklarigacha bor. Prosta aytmoqchi bo'lgan narsam, kichkina balansdan kattaroq qilishdan ko'ra, imенно yana 2 ta 0 o'sha balansimizga qo'shib turib, yana ham kattaroq qo'yish osonroq.
Menimcha tushuntirib bera oldim. Sizlarga bugun psixologiya bo'yicha yana ozgina tushuncha, ya'ni qanaqa ishlashimiz kerak, u yoq haqida yana bir ikkita tushunchalar berib o'tdik. Ya'ni bizda qaranglar, hammani odamlarni мненияsi nima bo'lib qoladi, tap etib mana bunaqa uchib ketishdi. Bozorda unaqa emas. Har doim qadam tashlagan uzoqroqqa boradi. Tasavvur qilinglar, bu dori ustida ketyapsizlar, doridan sakrasanglar yiqilasizlar. Sakrasanglar doriga yiqilasizlar. Dori ustidan qadam o'tish kerak. Bu bozor bitta dor, ya'ni tros deb tasavvur qilsak, trosni dorbozlar bo'ladi, dor ustidan o'targanda cho'pishib olib. Xuddi shunaqa narsa qadam va qadam bo'yicha biza oxirga borish ehtimolimiz kattalashadi, protsent kattalashadi. Sakrasak emas. Sakrashimiz bu kattaroq, ya'ni katta pribilga harakat qilib katta lut ochishimizga mana to'g'ri kelib qoladi. Ana o'shani hisobiga hamma o'ylaydi, to'shdan tradingda katta pul topib ketaman, ishimni yig'ishtiraman, u yo'q. Yo'q, tradingda kichkina pul top, faqat stabil top, kam-kam hamisha degan narsa bor. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam 2x dan 11 marta agar harakat qilsangiz, sizlar millionga olib chiqasizlar istalgan summani. O'shani hisobiga, например, 2 ni 2 ga ko'paytirsak, to'g'ri, xuddi shu tarzda misol ko'payib ketaversa, ya'ni 2 baravardan ko'payib ketaversa, bu odam risklarni prosta 2 baravardan emas, qilayotgan risklarni protsentidan ko'paytirsanglar, xudo xolasa natijalar juda ham a'lo darajada yuqori bo'lib chiqadi. Imini o'zimda boshida mana bu narsa sakrashlar bo'lgani hisobiga men sizlarga sakramasdan mana bunaqa ishlashni tavsiya qilaman. O'zim ham shunaqa ishlash ritmiga tushib olganman. Ya'ni analiz qilayotganda, bozorda tahlil qilishlayotganda iloji boricha men ishlaydigan narsalar nima? Hatto bozorda globalniy uровень maksimum minimumlarning uzoq объемda katta объемni, katta maksimum minimum ko'rib olaman. Mana bozorda ham tamda o'ynayotgan bo'lsa, katta maksimum minimum ko'rib olaman. Bitta time frame kichiraytiramanda, imенно o'sha time frameda katta maksimum minimum olaman. Mana maksimum minimum olaman. Bizda ham bitta maksimum minimum. Mana shu holatda bizda mana imенно o'sha trend ichidagi trend ichida analiz qilaman. Ya'ni trend ichidagi trend imенно shu zonada men analiz qilaman va savdo qilaman. Imенно bu yerda, например, trend ichidagi trend, ya'ni o'sha misol bangi buy signal beriladigan bo'lsa, mana bu zonagacha men smelo cho'chimay ushlab turaman. Bu zonadan sell olaman. Agar bu zonam buzib ketsa, bilamanki to'shda по-любому bu zonamga borib beradi. Imенно xuddi shu strategiyalar orqali 5-6 strategiyani bitta qilaman men. Men hozir bitta qisqarog'ini, osonrog'ini, lo'ndarog'ini, aniqrog'ini sizlarga tushuntirdim. Ya'ni trend davomiyligiga qo'shilib olib ishlash. Bu ancha sizlarga ham ko'pchiligi shu paytgacha foyda berib kelib bo'lgan narsa. Ana, misol, bu narsani ishlatsanglar foyda qilasizlar, bu narsani ishlatsanglar foyda qilasizlar o'kani, foyda qilib bo'lishgan bu narsalarni ishlatib bo'lib, men sizlarga bu narsani psixika tipi ozgina logikani ishlatib tarbiyalashni tushuntiraman. Xo'p, menimcha men tushuntirib beradigan narsalar tugadi. Xo'p, savollar bo'lgan, savolim bor edi. Chizolmayapman aka. Google AdSense'dan demo ak ochib, keyin chiqib ketib, yana qaytadan kirsam, boshqatdan registratsiyadan o'tdi. Aka, login parolingiz bo'yicha kiring, bo'ldi. Video yuklab olish ochib qo'ying, Wi-Fi da yuklab olib ko'raman, internet ishlamaydi. Xo'p, harakat qilaman ochib qo'yishga, videoni yuklab olishga. Aka, nega Google AdSense? Xo'p, bilmadim, aka. Programmasini sketchat qo'ying, zo'r shu. Bitta odam ikkita AdSense shot ochsa bo'ladimi? Pro bilan sentvish. Xo'p, qarang. Bitta odam, mana men bittaman, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, hozir sizga ochib ko'rsatib berdim. Mana qarang. Mana shu shot ichiga 20 talab shot ochib tashlsam ham bo'ladi. Mana faqat qanaqa? Yengitdan AdSense registratsiyadan o'tib emas. Mana xuddi shu holat, mana ikkita shotim bor. Yana plusni bosib 20 talab, 30 talab ochib tashlsam bo'laveradi, farqi yo'q. Bitta odam ochib tashsa bo'ladi. Savolim bor, xo'p, eshitdim. FVG ni o'rgating. Xo'p, FVG ni o'rgataman. Tushunishmayotgan ekan. Qaranglar, FVG nima? Mana bitta switch tushib keldi, например, rangini o'zgartiramiz. Endi sizlarga aniqroq, yasni tushunarliroq bo'lish uchun. Qaranglar, ikkinchi switch tushyapti. Bum. Вот mana kalla tashar. Uchinchi switch mana. Va bu switchlarni bizda nimalari bor? Soyalari bor. Bu switchlarni bizda soyalari bor, mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana buni ham soyasi bor, buni ham soyasi bor. Qaranglar, imенно birinchi switchani soyasini uchidan 3-chi switchani soyasini uchigacha bo'lgan masofa bizda FVG deb aytiladi. Faqatgina buni ikki xil yana nomi bor. Ya'ni FVG ning ichida yana ikki xil nomi bor. Ya'ni FVG da ICT yo'nalishi bo'yicha, ya'ni ICT konsepsiyasi bo'yicha mana shu joyga kelib turib sell ketadigan bo'lsa, bu CB deb yoziladi. CB deb yoziladi. Agarda xuddi shu narsa buy holatida hosil qilib berib turib, imенно xuddi shu mana bozor buni buy ketib yorib turib, xuddi shunaqa, ya'ni FVG hosil qilib bersa, обратно shu joyga kelib mana shunday yana buy ga reaksiya olishi, bu BC deyiladi. BC deyiladi. BC CB deyiladi. Mabodoga sizlarga qo'shimcha plus
Ya'ni o'rganib olishingiz kerak bo'lgan yana bir ikkita qo'shimcha narsalar. Qaranglar, FVG da iloji boricha qanaqa ishlatishimiz kerak? FVG nima? Xo'p, savolim bor, men ekstensiya verifikatsiyadan o'ta olmayman. Okay, 100 marta yozdingiz, verifikatsiyadan o'tish videosi bor. O'shandan o'ting bo'ldi. Video bo'yicha o'ting. Savollaringizni o'qiy olmayman hozir. Chunki 100 marta yozdingiz. Xo'p, qarang. Informatsiya o'zingiz uchun bilib qo'yinglar. FVG da, например, FVG da ko'pchilik aytadi, FVG ga kelsa, misol mana FVG kalla tashadi, qarang. FVG kalla tashadi. Mana misol mana FVG, to'g'rimi? O'sha yerda mana misol bozor kelyapti, mana shundan sel kiraman degan мнение hammani мнениесida bor. Ko'pchilikni endi hammani tashlayman, uzr, kechiringlar. Xo'p. Bizada botdan sel ketadi degan narsa yo'q. Pastdan razvorot boshlansa, shu yoqqacha borib berishi kerak degan narsa bor xolos. Mabodo o'zingiz uchun bilib qo'yinglar, bu narsa sizlarga ertaga plusga o'ynaydi. Ya'ni pastdan razvorot boshlanib, по-любому FVG zonani bitta yechib, ya'ni eshitib berish kerak, o'sha joygacha borib beradi degan ma'noda aytiladi. Hop, kriptoga strategiya bormi? Hamma narsaga strategiya bor, men hozir o'tib bera olmayman. Deyim, seni qachon o'rgatasiz? Hop, FVG tagida OB bo'lishi kerakmi? Hop. Hop, qarang. Aytishingiz bo'yicha FVG tagida order block bo'lishi kerakmi? Hop, qarang. Mana misol FVG bo'lyapti, mana FVG bo'lyapti. Agarda FVG dan keyin bozor mana obratni kelyapti, mana tepaga kelayotgan bo'lsa, mana bu holat bo'lib beradigan bo'lsa, mana FVG mana bunaqa bo'lsa, mana bu switch order block vazifasi imенно FVG ga ulangan switch yoki bitta oldingi switch order block hisobida kelib qolsa bizga, ya'ni o'zidan oldingi switchni likvidini yechib, o'zidan keyin imbalans, ya'ni FVG hosil qiladigan switch to'g'ri kelib qolsa, mana shu holatda FVG dan bitta sell kirib ko'rsanglar bo'ladi. FVG ning o'zidan. Agar dalshi ketadigan bo'lsa, order blockni o'zidan bitta dagon qilib ko'rsanglar bo'ladi. Ya'ni bizda o'sha ichki trend bo'yicha ikkita sell zonamiz paydo bo'ladi. Ya'ni mabodo bu yerda qila olmagan pribillini bu yerda dagon sifatida kirib turib, mana bungacha buy, ya'ni sell sho'singlar bo'ladi. Ana undan keyin bozor yana buy chiqib ketish ehtimoli bor. Xo'p, real bozorda ko'rsatib bera olasizmi? Nimani? FVG nima? Ha, albatta. Real bozorda mana, real bozor oltin, tem bo'li. Mana FVG. Mana birinchi switchdan 3-switchgacha bo'lgan masofa, ya'ni joy FVG o'tdi mana. Xo'p, men ma'lumotlarda ham ko'rsatib beraman. Qarang. Mana dedim, bozor razvorot boshlasa, FVG ni по-любому yechib eshitib berish kerak. Bu razvorot boshladi, ровно FVG ni eshitib berdi, yechib berdi va imuni o'sha joyda yana buy ketyapti mana. Ko'rishingiz mumkin. Ровно o'sha joyda mana. Yaqinlashtirib ham bunaqa qilib ham ko'rsatib bera olaman. Rovni mana o'sha joyda FVG ni mana eshitib turib, o'sha joyda mana buy ketdi mana. Ko'rayotgan bo'lsangiz. Real bozordan ko'rsatib beraman sizga. Xo'p, trend bilan bog'liq ishlash uchun qo'shimcha to'liqroq strategik ko'rsatib bersangiz yaxshi bo'lar. Ko'rsatib berdim, orqaroqqa qaytarsiz. Ko'proq qaysi ishli, qaysi birini yaxshi deb o'ylaysiz? ICTmi, SMCmi, SNR yo klassikami? O'rtoqlar, qaranglar. Sizlarga soddaroq tilda tushuntirib beraman. Soddaroq tilda. Qaranglar. SNR, SMC, ICT balobatlar tudim sutim. Prosta именно xuddi shu grafikdagi holatlarini har xilcha nomlash uslublari konsepsiya deb alohida ajratib tashlayapti sizlarga. Например, mana bu holatini o'zi SMC da nimadir deyiladi. Mana misol, mana bu holatini o'zi SMC da nimadir deyiladi, ICT da nimadir deyiladi. Misol, mana bu holatda SMC da misol Wyckoff deyilishi mumkin. Bizda oddiy konsolidatsiya yoki misol ICT da qanaqadir misol AMD model bo'lib berishi mumkin SMC da yana. Endi bilmadim, har xil o'zini tili, ya'ni konsepsiya bo'yicha tili hisobida nomlari har xil xolos. Hatto hammasi bitta narsa, hammasi uruvindan uruvingacha yuradigan narsalar. O'shaning uchun eng asosiy narsa klassikaga qarashingiz kerak. Nech pul bilan trade qilsa bo'ladi? Xo'p, $10 bilan qilsangiz ham bo'ladi, okay? Eng oson va yaxshisi qaysi? Tushuntirib berdim undan oldin. Xo'p, assalomu alaykum, va alaykum assalom. Eng osoni klassika, eng osoni va eng aqlli va eng miyasi bor odamlar klassikada ishlaydi va H1 time frame ishlaydi. Ko'pchilik aytadi, klassikada sizlarga o'rgatilayotgan narsalar esingizdan chiqarmanglar. Oddiy uroven va trend liniyalar bilan to'g'ri ishlash bor. Trendga qo'shilib olib to'g'ri ishlash bor. Ko'pchilik aytadi, например, bunaqa narsa bor-da, real mana aytishlar mumkin qarang. Bunaqa bo'lsa M pattern bo'ladi, bunaqa atkat berib, nimagacha kelib, bundan sell ketadi
yoki misol head and shoulders patterni bo'ladi, ya'ni bosh va yelkalar, golova, plечо patterni bo'ladi-da, o'sha yerda mana bunaqa atkat bersel ketadi. Bu narsalar o'xshab beradi. Qachon o'zini vaqti bor, o'zini joyi bor, har doim emas. Bu narsalarning o'zini tasdiqlari bor. Bu narsalar o'zi modadan qabulli deydi-ku, mana shunaqa narsa. O'shaning uchun nimadirdi? Bo'lmaydi u narsalar. Ya'ni iloji boricha sizlarga o'zingizlarni eng zo'r strategiya qaysi strategiya desa, o'zingizlarning tuzgan strategiyalar deydi. Shunaqa narsa. O'zingizlar uchun bitta strategiya olinglar-da, o'sha strategiyani mukammallashtiringlar. Va bizda eng asosiy bo'lgan narsalar xuddi shu o'tilayotgan narsalar bo'yicha trend liniya, balobatlar, pattern, o'tilayotdim. O'sha narsani globalniyda qarasanglar o'xshab beradi. Lekin M1 olib turib, mana bu yerda уровень trend liniya, pattern chizadigan bo'lsangiz, hammasi fuflo, ni xuya o'xshamaydi. Mana misol hozir mana ham joyida qaranglar. Bitta narsa chizib ko'rsatib beraman sizlarga. Qaranglar, bitta narsa chizib ko'rsatib beraman. Imенно xuddi shu joyida ko'rsatib beraman, qaranglar. Например, M1 da agar xuddi shu trend liniyani ishlatadigan bo'lsanglar, mana trend liniya mana bunaqa chizyapsizlar, mana minimumdan mana trend liniya chizyapsizlar. Trend liniyani buzdi, atkat berdi, sizlar sell kirishinglar kerak, tap etib sell kiryapsizlar. Mana atkat shu joygacha berdi, ya'ni bitta sell, ikkitali sell tasdig'ini olasizlar, ikkita sell yoki bu yerdan, buzgandan keyin atkat bergandan keyin sell kirish kerak deyilgan-ku kitob bo'yicha, to'g'rimi? Mana shu sell kirsa, pap etib mana stop urib ketadi. Bu fakt. Tushunasizlarmi? Iloji boricha trend liniya, уровень ishlatadigan bo'lsanglar, kattaroq time frame olinglar, kattaroq объем olinglar, bo'ldi. Maza qilib ishlanglar. Hop, hozir bozor yopiqmi? Yo'q, ochiq, bratan. Ko'rib turibsiz-ku, bozor yopiq. Dushanbadan jumagacha ishlaydi deb aytib turganman sizlarga. Aytib qo'yganman. Haftada 5 marta ishlaydi. Ko'rib turibsiz, bozor yopiq, okay? Mana ko'rib turibsiz, mana ishlamayapti, mana yurmayapti, sekundan beri mana ko'rinib turibdi. Ahmoqona savol bermanglar. Morningstar degan narsa nima aka? Morningstar, Evening Star degan narsa bor. Mabodoki sizlarga tushuncha yozasizlar ham bo'ladi o'zingizlarga plus. Mana mabodo sell-sicha keldi, ya'ni bozor bitta pastga tushib berdi. Qaranglar. Keyingisi doji har yokida misol nimadir eng molot, ya'ni bolg'a deydimi? Doji yoki molot, yoki mana bunaqa, yoki mana bunaqa farqi yo'q, yoki mana bunaqa farqi yo'q. Xuddi shunaqa holatda mana bunaqa chiqib berdi. Mana bu narsa Morningstar deyiladi. Xuddi shuni teskarisi Evening Star deyiladi. Например, biz nima qilamiz? Mana misol ko'p holatda Morningstarda mana shu joyda buzib, agar mana maksimumni o'zini turgan maksimumni tana bilan buzib ketadigan bo'lsa, buyga kiriladi bizda. Hozir ko'rsataman, qanaqa kiriladi? Mana xuddi shu holatda buyga kiriladi, stop loss minimumda bo'ladi. Buni ko'p holatda stop loss olib ketish ehtimoli bor, shuning uchun ishlatish maslahat beraman. Boss cho'chni tushuntirib bering. Boss cho'ch nima? Boss ya'ni maksimumlar buzilib ketishi, cho'ch maksimumi. Qaranglar, mana bu narsa boss cho'ch deyiladi. Uptrend holatida yuqorilar, ya'ni yuqori urovlar, ya'ni tepa tog'lar mana tog' buzilib ketish nuqtalari boss deyiladi. Mana boss uptrend tepaga ketyapti, boss. Va oxirgi bossdan keyin polibon bitta maksimum bo'lish kerak, hali yangilanmagan ko'rayotgan bo'lsanglar. Именно shu yangilanmagan nuqtadan oldingi bossi tegi yangilanib qo'ysa mana shu zona cho'ch deyiladi. Tushunarli? Cho'ch hosil bo'ldimi? O'sha minimumlar yangilanishi bizda boss deb ketaveriladi. Mana boss. Mana ham nuqta. Va mana bu nuqta hali yangilanmadi, ko'rayotgan bo'lsangiz. Xuddi shu nuqtani tepasi yangilanib qo'ydi mana. Bu yoqda bu cho'ch bo'ladi. Uptrend holatida maksimumlar yangilanib ketishi boss deyiladi. Downtrend holatida minimumlar yangilanib ketishi boss deyiladi. Agar mabodo oxirgi bossni uptrend holatidan, downtrend holatidan oxirgi bossni qarama-qarshi ya'ni minimumi uptrend holatida minimumi, downtrend holatida maksimumi yangilanib qo'yib, ya'ni trend уже o'zgarishni boshlagan bo'lsa, imенно o'sha yangilangan nuqtasi bizga cho'ch deyiladi. Okay, Xsense'dan nomor. Okay. Xsense'da hamma savol beryapti. Xsense'da kod kelmayotgan bo'lsa, WhatsApp yoki Telegramingizga kelgan bo'lishi kerak, telefoningizga nomer kelmayotgan bo'lsa. Inducement bo'ladimi? Buzilgan bo'lsa. Yo'q, inducement mavzusiga hali kelamiz. Inducement mavzusi hali sizlarga tushuntirilmadi. O'shaning hisobiga hozir inducement bu yerda gapirmayman. Sizlar ham silka tashlab so'qqa qilyapsizlar. Boshqa qiladigan ishimiz yo'q. Biz ham silka tashlab pul qo'yamiz, pul ishlaymiz. Zato ayrimlarga o'xshab nimadirda pulga kurs sotayotganimiz yo'q. Silka tashlab soqqa qo'yasizlarmi deyotgan odamlar $10 depozit qo'yibdi. Misol, uzog'idanmi silka tashlayman $10. Odamlarning har bitta ochayotgan lotlarini qiymati bir lot yig'indiga teng bo'lib, imенно o'sha loti 500 volum yurganidan keyin bizga $2 komissiya tashlaydi.
500 va общий bir lot yig'indiga teng bo'lgandan keyin va o'sha yig'indilarning har biri 500 volum yurganidan keyin, bitta lot 500 volum yurgandan keyin o'sha lot uchun oltinda $2 to'laydi. Tushunasizlar, oltinda $2 to'laydi. Mabodoga tushuntirib qo'yaman sizlarga. Ya'ni $10 ni qachonki $100 qiladi, o'shani $2 olamiz degan ma'noda sizlarga tushuntiraman. Biza nimaga o'sha $2 olaman? O'sha mana shu o'tib dars o'tayotganim uchun, o'sha narsa $10 ni $100 qilishga qarshi urayotganim uchun. $100 dan $1000 gacha kurs olib turib, tap etib hamma narsani tiqib olib turib, mana qo'ysanga darsimni o'tdim, bo'ldi, din nahvida o'rgangandan ko'ra, mana shu narsa ancha aqlliroq. Qanday tushundingiz? Qaranglar, yana ko'pchilik aytibdi, VIP kanal ochib pul ishlaysan, yo bu yoqqa olsan. Xo'p, VIP kanalimga keladigan bo'lsak, mabodoga ulanishga hech kim majbur emas. Va VIP kanalimga keladigan bo'lsak, men tekin kanalni katta kanalga tashlaman. VIP kanal bu, ya'ni undan ham ko'proq kerak bo'lsa, talab qilganingizga yarasha men sizlarga taklif beraman. Talab va taklif bozor ham xuddi shunaqa narsa. Talab va taklifga qarab beradi. Любойdan so'ra xuddi shunaqa. Mana misol talabga yarasha taklif beraman, xolos. Mabodoga tushuntiraman. Bitcoin ishlab o'tirmang, tilla yaxshi. Bitcoindan olish kuni ishlamang, eng muhimida Bitcoin ishlamaydi. Xo'p, aytaylik boring. Bitcoin bitta narsa. Bitcoinda hozir ishlash maslahat beraman. Kim bo'lish ham yakshanba. Bitcoin shanba bitta yo'nalish bo'yicha yurish sal qiyin-da. Ya'ni iloji boricha qarama-qarshi yo'nalishlarga ko'p yurishga harakat qiladi. Shuning uchun Bitcoin maslahat bermayman. Access'dan boshqa qaysi brokerni tavsiya qilasiz? Xo'p, Access'dan boshqa yana bitta broker xudo xolasa o'shandan ro'yxatdan o'tamiz. O'sha narsani bitta tekshirib ko'ring o'zim, keyin yana sizlarga taklif qilaman. Xudo xolasa. Taklif qilaman. Ikkita akkaunt ochsa bo'ladimi? Bitta pasportdan ikkita akkaunt ochsa bo'ladi. Yo'q, bo'lmaydi. Kanal silkasi qayerda? Kanal silkasi va Telegramga yozib qo'ysanglar, ya'ni YouTube'da shapkada pastda silka bor. Ya'ni nimadir kanal bo'limiga o'tsanglar, YouTube'da silka bor pastda, o'sha yerda yozib qo'ysanglar bo'ladi. Haydang bularga o'zi bekor. Xo'p, okay. Assalomu alaykum. Birorta shogirdingiz mentorlik qila oladimi? Lichkaga yozsam, 4 yildan beri ustozsiz yuraman. Unaqa katta summa yo'qligi uchun. Xo'p, meni shogirdlarim mentorlik hozir bilmayman-ku, chunki shogirdlarim bilan ozgina ketadigan joyimiz bor. Hozir bir nima deya olmayman. Okay, valni Elliot to'g'ri chizishni o'rgating, iltimos. Hech chiza olmayapman. Tushuntirib yuboring. Valni Elliot tipa men sizlarga strategiya tushuntirib bergan narsam bo'yicha xuddi shu narsa Fibonacci orqali chiziladi. Mana Fibonacci chizasiz. Valni Elliot o'zini 618 nuqtalari, zonalari bor-ku, o'sha zonalar bo'yicha kirasiz xolos. Mana. Fibonaccining asosiy zonalari bor-ku, mana. Fibonaccining o'zining asosiy zonalari o't mana. O'sha zonalar bilan zonalarda kirasiz. Yana trend ketayapti. Kattaroq atkat berdi, xuddi shu joyda mana yana valni Elliot sifatida davomiga kirib ketsangiz bo'ladi. 1dan 2, 2dan 3 topish uchun. Access'ga Visa karta emas, Mastercard qo'shsa bir farqi yo'q. Любой karta qo'shsangiz bo'ladi. Tushundim akalar, hech charchamang. Xo'p, $30 ko'targandan keyin depozit qilib yechiladimi? Xo'p, o'rtoqlar, XM brokerda ozgina pulimiz ham qolib ketgan bizani, ishonib o'tirmaylar qolgan brokerlarga. Gan strategiyasini sinab ko'rsatib bering. Ganna strategiyasi sizga oson strategiya emas. Ganna strategiyasidan foydalanish uchun siz professional trader bo'lishingiz kerak. Bu birinchidan. Professional trader bo'lmagan odamlarga ham o'tilyapti bu strategiya. O'shani hisobiga sal opasniroq narsa. Ya'ni opasniroq narsa degan wow, pizdes narsa emas Ganna. Uzr so'kib gapiryapman. Wow, pizdes narsa emas. Nimaga? Gan strategiyasi faqatgina ya'ni buzib o'tilganidan keyin borib berishi kerak bo'lgan, iloji boricha razvorot qilib berishi kerak bo'lgan zonalarni ko'rsatib beradi xolos. Mana bunaqa zonalarni ko'rsatib beradi xolos. Mashdan 100% sell degan narsa yo'q. Buni buzib ham ketishi mumkin. O'shani riskini oling. Ganga ishonib qolmang. Trading qayerdan o'rgansak bo'ladi to'liq. Telegram kanaliga o'tib qo'ysangiz, tradingga to'liq videolari bilan darslarni mana shu YouTube'da ham o'tyapman. Mana bemalol ko'rsangiz bo'ladi, kanalimga o'tib ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Men Robo Forex'da ishlayman, maslahat berasizmi? Yo'q, Robo Forex maslahat bermayman. Plus algoritm bo'yicha bo'lmasa, okey. Nima algoritm bo'yicha bo'lsa? Nima edi u? Nima deyapsiz? Algoritm bo'yicha yo'q. U ham bo'lmaydi. Paka bo'lmaydi.
Bratан, stakan lentaga fikringiz qanaqa? Stakan lenta u tipa как mana soddaroq tilda tushuntirib beradigan bo'lsam, stakan lenta nima? Stakan lenta, например, odamlar necha lot bakrot, necha lot o'rtoqlar, u ham babi taxmin. Ishonib qo'ymanglar. Stakan lentaga ishonib qo'ymanglar. Aytishim mumkin, Koto trader stakan lenta. Biz Koto trader emasmiz. Koto trader bo'lishga hali biza Koto trader emasmiz. Yangi kirayotganlar endi yo'l bo'lsin, deydi-yu. Bo't mana sizlarga. Koto trader stakan lentada ishlaydi, yo'q, foydasi yo'q. To'g'ri ishlatishni bilgan, mana qaranglar. Strategiya qachonki u zo'r strategiya, qachonki u narsani o'zini egasi bo'lsangiz va o'sha narsani to'g'ri ishlatishni bilsangiz. Tushunali? Любой strategiya zo'r, любой. Har bir odamning o'zini shaxsiy strategiyasi bor. Har bir kursiylar o'tayotgan mentorlarning o'zini shaxsiy kuchli strategiyasi bor. Yo'q emas, bor. O'zi ishongan strategiyasi borki, o'sha narsasiga ishonib, orqasidan o'sha narsasiga karlab yurganlar bor. Ya'ni o'sha narsasi haqiqatda demak ishlab beradi. Faqat o'sha narsani mukammal o'rganib olsangiz, o'zingizni narsangizni mukammal o'rganib olsangiz, o'sha narsani ustasi bo'lsangiz, ana o'sha narsa bo'yicha karla olasiz hamma joyda. O'shaning uchun men o'zim Fibonacci'da zo'r bo'lganim uchun Fibonacci bo'yicha xohlaganimcha karla olaman. Qolganlarga men maslahat bermayman deyman. Nimaga? Chunki men hali o'zim ularda ishlatmayman o'zim ularni. O'shani hisobiga. Fundamental analiz bo'yicha ham ozgincha tushuntiring. Fundamental analiz bo'yicha tushuntirganman. Adashmasam 3-4-darsda yo 5-darslarda. Eng yaxshi trend liniya bilan o'rinmi? Trend liniya bilan o'rin paka ishlab turing va SMC bo'yicha qisqa narsalarni o'rgatdim. Ya'ni boz cho'ch bo'lganda premium diskountda qanaqa kirish va Fibonacci'dan qanaqa foydalanishni qisqacha qilib tushuntirib berdim. O'sha narsalar bo'yicha ishlasangiz bo'ladi. Fibonacci'da foydalanayotganda iloji boricha bizga kerakli bo'ladigan zona mabodoga tushuntiryapman sizlarga, mabodoga. Biz bilamizki, qaranglar, mana maksimum o'rinlar ketyapti, mana maksimum o'rin ketyapti. Oxirgi maksimum mana shligini biz bilib turibmiz, например, chunki mana bu keldi, tap etdi, buni ham buzib ketdi, bo'ldi. Bozor qaytib pastga tushib ketdi. Mana shu holatda bozor range qotdi, ya'ni o'ynayapti, mana maksimum qo'lib o'ynayapti. Xuddi shu holatda bizlar ishlatishimiz kerak bo'lgan strategiyalar, ya'ni o'zimizning yo'nalishlarimiz bor. Faqat Fibonacci'ga asoslanib, mana u narsani qanaqa ishlatamiz, nimaga ishlatamiz, tushuntirib berishim mumkin. Tipa как valna elot ishlatasizlar yoki misol OTA, optimal trade entry degan narsa, o'sha narsa bo'yicha ishlatsanglar ham bo'ladi. Mana, например, OTA adashmasam bor edi bu yerda. Mana OTA optimal trade entry. Mana shu narsani ishlatsanglar bo'ladi. Ya'ni qaranglar, trend kelyapti, tapet maksimal oxir shotmi, yana obratni kelayotgan bo'lsa, mana o'sha OTA ni zonalaridan yana sell kirsanglar bo'ladi. Birinchi take profit o'zida, keyin qolgan take profitlarga tushsanglar bo'ladi. Optimal trade entry Fibonacci'si. Mabodo mana nastroykasi. Stop qilib olasizlar o'zingizlar, to'xtatib turolmang, stream stop qilib yoza olasizlar, tushunib olasizlar. Okey, kecha 15 ta tepa, 5 ta sell oldim. Rahmat, hamma strategiya ishlayapti. Aniq Fibonacci yoshim 16da bugun to'lgan. Rahmat, tabriklayman, charchamang. O'zingiz kitobingizni boshqa viloyatlarga ham tarqating. Xo'p, xudo xolasa tarqatamiz. XM bloklab qo'ygan shotingiz. Bloklab qo'ymagan, pulimiz qolib ketib qolgan, yecha olmaganmiz. Investment bilan siz farqini tushuntirib bering. Xo'p, okey, investment bilan bu aytayotgan narsangizni farqini hozir tushuntirib berishim uchun men gazetda bir 20-darslarda bo'lishim kerak. Endi 10-dars o'tamiz. Xudo xolasa tushuntiraman. Hali bor-da u narsalarga. Odamlar oldin bu narsani nimaligini tushunib olsin, bu narsalar oddiy narsalar bo'yicha ishlab ko'rsin. Agar oddiy narsalar bo'yicha realni o'chib qoldi ekran. Oddiy narsalar bo'yicha uzr, ekran o'chib qoldi. Nimagaligini biling, qotib qoldi. Bo'ldi. Oddiy narsalar bo'yicha agar odamlar ishlashni boshlasa, например, trade qilishni, savdo qilishni boshlasa va bu narsalar orqali inson o'zi savdo qilib foyda qilishni boshlasa, men keyingilarini o'tishim shart emas. Chunki miyani har xil narsa bilan to'ldirganning foydasi yo'q. Mabodo oddiy narsalar bo'yicha ham savdo qilib bu pribilga erisha olmasa, ana undan keyin o'tsam stoyid. Chunki har bitta odam o'zining yo'nalishi bor. Например, institut, maktab o'qishlarda o'qiyotgan bo'lsangiz ham, kimdir algebra, geometriyadan, kimdir kimyodan, kimdir fizikadan zo'r, bu odam xuddi shunaqa narsa, kimdir texanalizdan zo'r, ya'ni texnik analizdan zo'r, kimdir switching analizdan zo'r, kimdir fundamental, например, SMlardan zo'r, kimdir misol ICTdan, kimdir SMCdan, o'shaning hisobiga har xil narsani tushuncha mayda qilib o'tib ketaman. CMC degan narsa yo'q, bratan, SMC degan narsa bor.
Xo'p, o'rtoqlar, men bugunga tugatdim. Paka, xudo xolisa bugun ozgina gaplashdik, ozgina tushuncha oldik, nima haqida. O'zim qo'limdan kelgan, ya'ni shotlarni ochishni tushuntirib, hamma narsani tushuntirib berdim, qanaqa savdo qilishni qisqaroq. Keyingi darsda iloji boricha yozib olsanglar, keyingi darsda misol kirgandan oldin, misol daftar tutayotganlar bo'lsa, eslatsanglar, keyingi darsda уже xudo xolisa live trade qilib savdo qilamiz, ya'ni qanaqa ishlashni, savdolarni qilamiz va o'zimizga kerakli bo'lgan, ya'ni mavzular bo'yicha yana bitta mentor olib kelaman, men bilan birga o'tirib, xudo xolisa savdo qilib ishlab ko'rsatib beramiz hamma narsani. Savdo qilmasa ham, например, uni ham bilimidan sizlarga bitta qo'shimcha qilib foydali narsa o'tib beraman, xudo xolisa. Charchamaylar, salomat bo'linglar.